ifrot va tafrid. Ifrot haddan oshirishlik, tafrid noqislik yo'l qo'yishlik. Dinimiz birodarlar vasatiyya dini. O'rta yo'lda tutadigan din. Dinimizda ifrot ham yo'q, tafrid ham yo'q. Haddidan oshirish ham mumkin emas, shariat hukmlariga amal qilishlikni va uni noqis qilishga ham mumkin emas. Alloh taolo siz bilan bizga eng ulug' ne'matini berdi, islom ne'matini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Dinimiz mukammal birodarlar. Unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Kim qo'shsa xato qiladi, kim undan qisqartirsa xato qiladi. Biz as-siratul mustaqim, Alloh taoloning mustaqim yo'lidamiz. Dinimiz istiqomat dini. Unda haddan oshib olish ham yo'q, uni tushirib olishlik ham yo'q. Mana qarang. Mana odamlar tarafidan o'zgartirilgan dinlar, yahudiylik bilan nasroniylik, ikkalasi ham Alloh tomonidan tushirilgan kitob asosida samoviy dinlar, yahudiylik, nasroniylik. Lekin mana shu ikkala dinda ham yo ifrot bor, yo tafrid bor. Islom esa mana shu ikkalasini o'rtasini tutgan. Islomda ifrot ham yo'q, tafrid ham yo'q. Mana yahudiylar haddidan oshib Iso alayhisalomni dunyoga kelishini, Maryam onani zinoda ayblashdi. Bu ulug' payg'ambarni zinodan dunyoga keldi deyshti. Demak, Iso alayhisalom haqida yahudlarning aytgan so'zi haddidan oshishlik bo'ldi. Ifrot bo'ldi. Alloh taolo Iso alayhisalomni va onasini pok ekanligini siz bilan bizga Qur'onda oyatlar nozil qildi. Endi nasroniylar, ular g'uluvga ketishdi. Ular Iso alayhisalomni Xudoning o'g'li deyshti, ilohlashtirishib oldi. Demak, bittasida ifrot bor, bittasida tafrid bor. Avvalgilar Iso alayhisalomga tuhmat qilishdi, keyingilar esa ilohlashtirib olishdi. Keyin birodarlar, vasatiyya dini bo'lgan islom dini keldi. Va kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Shuningdek sizlarni adolatli bir millat qildik. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta to'g'ri chiziqni chizilarda atrofiga yana boshqa chiziqlarni ikki tomoniga chizdilar. Chizib turib aytdilarki: "Va anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Albatta mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Bas shu yo'lga ergashinglar. Boshqa yo'llarga ergashmangizki, ular sizlarni uning yo'lidan uzib qo'yar. Bu oyat birodarlar An'om surasidagi 153-oyat bo'ladi. To'g'ri yo'l bitta bo'ladi. Qolgan hammasi noto'g'ri bo'ladi. Ana shu islomdan tashqari bo'lgan yo'llarning hammasida yo ifrot bor, yo tafrid bor. Yahudiylarni va nasroniylarni shariatiga qaraydigan bo'lsa, mana shu narsa yaqqol ko'zga ko'rinadi. Nasorolar nimani bo'lsa yeb ichaveradi. Yahudiylar esa o'zlariga harom bo'lmagan ko'p narsalarni ham harom qilib olishgan. Islom buni o'rtasini tutadi. Mana qarang, shu yahudlar bilan nasorolarning dinidagi ifrot tafridga ayrim misollar. Endi ifrot tafrid desam tushunyapsiz a? Ifrot haddidan oshirib olishlik, tafrid noqislik yo'l qo'yishlik. Nasroniylarda taloq katta mushkula hisoblanadi. Taloq qo'yish mumkin emas ularda. Taloq qo'yish kerak bo'lsa qoziga borish kerak, rohibga borish kerak, hokazo. Hatto mumkin ham bo'lmay qoladi taloq qo'yishlik. Yahudlarda esa taloq qilish bor, taloq qilgandan keyin qaytarib olish yo'q. Islomda qanaqa? 3 ta imkoniyati bor. At-taloq marratan, taloq 2 marta qo'yishlik ruxsat bor. Mag'rib, yahudiylarda jahli chiqibmi, shoshilibmi, xato qilibmi, taloq qo'ydim xotinini. Bo'ldi, ish tugadi. Ikkinchi, uchinchi imkoniyat ularga berilmaydi. Endi dinimiz birodarlar vasatiyya dini ikkinchi, uchinchi imkoniyatni beradi. Qasos. Nasroniylarda qasos olishi yo'q. Albatta avf qilishligi kerak. Molingga ursa, molingni qo'yib ber deydi. Islomda bormi shu? Islomda qasos bor birodarlar. Yahudiylarda esa avf qilish yo'q. Albatta qasos olinishligi shart. Garchi maqtulning urug'lari qotilni avf qilsa ham mumkin emas. Albatta qasos olish kerak. Islomdachi maqtulni ahllari, egalari ularda qo'lida ixtiyor bo'ladi. Xohlasa avf qiladi, xohlasa qasos oladi. Lekin shariatimiz avf qilishlikka undagan. Va anna hadi sirati mustaqima fattabi'uhu. Mana shu meni to'g'ri yo'lim. Bas shu yo'lga ergashinglar, boshqa yo'llarga ergashmanglarki, u sizlarni bo'lib tashlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalgi ummatlarni halokatga uchrashish sabablarini aytar ekanlar. Ana shu sabablardan bittasi g'ulu ekanligini aytadilar.
Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Rasululloh aytdilar, mutanatti, vaysaqi kimsalar halok bo'ldilar deb 3 marta takrorladilar. Vaysaqi kim? So'rab surishtirib, kavlashtirib, og'irlashtiradigan odamlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, behuda narsalarni so'rab surishtirishdan va g'ulu ketishdan ehtiyot bo'linglar. Sizlar eski narsani, ya'ni sahobalarning yo'lini tutdinglar. Masalan, Alloh taoloning qo'lida bo'ladi. Barcha odamlarning qalblari xuddi bitta kishining qalbi turgandek. Qo'li qanaqa bo'ladi? Alloh taolo har kecha tunning 3-qismida dunyo osmoniga keladi. Qanaqa qilib keladi? Undan burun qayerda turar edi? Tushunarlimi? Kunlarda birda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ayollaridan birini uyga kirganlarida ip tortib qo'ygan ekan, ko'rib qoldilar. Nima bu ip to'di? Falonchi ayolingiz namozda charchab kelsa, yiqilib tushmasligi uchun osilib oladi deydi. Payg'ambarimiz eshitib tashlaylar dedi. Sizlar nashotli bo'lganinglarda o'qinglar dedi. Charchasa yotib dam olsin dedi. Dinimiz qanday ulug' din, birodarlar. Nafl bo'lgan amalni inson qiylanib ketadigan holatgacha tushib qilmasligi kerak. Ro'zador odam safarga ketayotganda mashaqqat bo'lsa, tutmasa bo'laradi, keyin tutib beradi. Qari odam fidya beradi. Yengillik, birodarlar, dinimiz. Rasululloh aytdilar, yechib yuboringlar ipni. Agar namoz o'qisanglar, nashot holida o'qinglar dedilar. Yana bir rivoyatda agar charchasa, yotib uxlasin dedilar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Oysha onamizdan keltirilgan hadislarini. Aklifu minal amali ma tutiqun fa innalloha la yamallu hatta tamallu. Toqatinglar yetgancha ishni qilinglar. Toqatinglar ko'taradigan ishni o'zingizlar yelkalarga olinglar. Chunki sizlar mollollanib ketasizlar bu amaldan, lekin Alloh taolo mollollanmaydi. Yassiru va la tuassiru. Dinni yengil qilib beringlar, og'irlashtirmanglar. Bashiru va la tunaffiru. Din bilan xursand qilinglar, bezdirib qochirmanglar. Hatto shunday bir hadislar keladi, birodarlar. Allohning hukmlarini yomon ko'rib qolishinglarga sabab bo'ladigan ishni qilmanglar degan Rasululloh. Abu Dardo roziyallohu anhu. U kishining ayoli Usmon ibn Affon oldiga shikoyat qilib keldi. Erimdan shikoyat qilib keldim. Nima shikoyat qilib keldingiz? Kunduzlari ro'zador, kechalari bedor dedi. Zo'r ekan u eringiz dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdilarki, "Ya Amiral Mu'minin, eridan shikoyat qilyapti" dedi. Ya'ni kunduzi ro'zador, ayolga qaramaydi. Kunduzi bilan ro'za tutgandan keyin kechpatga quvvati yo'q, yana kechasi namoz o'qiydi, ayolga qaramaydi. Qarang, bu ifrot bu, haddan oshirishlik. Xalifa hukm qilib berdi, 3 kun qiyomul layl qilasan, bir kun ayoling bilan yotasan dedi. Tushunarlimi? Haligi 38 juma gapirganmiz Rasulullohning hayotidagi rahmat degan darsimizda. Men o'zimiz jasadim, xohlaganimcha ro'za tutaman desa, noto'g'ri bo'ladi shu ham. Chunki sen xohlagancha ro'za tutsang, tinmay nafl ro'za tutsang, kunduzi tirikchilik qila olmaysan. 1. Jamiyatga foyda keltira olmaysan demak. 2. Ayolingning haqqini ado qila olmaysan. 3. Kechasi bilan namoz o'qiyman desang, xuddi shunaqa gap. Tushunarlimi? O'rtasini ushlash kerak. O'rtasini ushlashlik kerak. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, agar ummatimga og'ir bo'lmaganida har namoz oldidan misvoq qilishlikka buyurardim. Demak, og'ir bo'lib ketadi, o'shuning uchun buyurmaganlar, lekin targ'ib qilganlar. Bu endi hali misveda tim ishlatadigan ukalarimizga ham aytamizki, ifrot bo'lib ketmasin. Enechi, mana shu bir ifrotni mahkam ushlagan, dinda g'ulu ketgan, faqat qiyin fatvolar ushlab yurgan ukalar o'zi urug'ni ichida sekin-chekiga surilib qoladi. Mahalla ichida sekin-chekiga surilib qoladi va o'zini to'g'ri ish qilyapman, o'shuning uchun men surilib qoldim. Bu fosiqlar taqvoda ushlashmayapti deb. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Inna hada din matin fa'ghilu fihi birrifq." Bu din dedi Rasululloh. Mustahkam, qattiq din. Unga sekin-sekinlik bilan kiringlar. Payg'ambarimiz misol aytdilar, "Innal munbatta ma ardan qata va la zahran abqa." Munbatta degani otni tezroq manziliga yetib boradi deb to'xtovsiz bosh urib choptirayotgan odam. Tinimsiz otni choptirayotgan odam na manziliga yetib boradi, na hayvoni, ya'ni ot tirik qoladi. Unaqa shiddat bilan, unaqa ta'annut bilan uzoqqa borib bo'lmas ekan.